Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, YouTube'dagi Vodiy Chorva kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasa sizlar uchun inshaalloh foydali video qilamiz. Xudo xolasa akalar, endi bugun bozorlarga chiqa olmadik, shuning uchun xudo xolasa xalqimizga yanada bir foydaliroq video qilishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa like tugmachasini bosib, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa har bitta ko'rgan odam, mana shu videomizni masalan ko'rgan odam shunday like deb bosib, bitta kommentariyaga bitta oddiy bir nima edi, stiker bo'lsa ham tashlab qo'ysa, xudo xolasa videomiz ko'pchilikka yetib boradi. Ko'pchilik xudo xolasa manfaatli videodan inshaalloh yaxshi foyda qiladi degan umiddamiz. Xudo xolasa bo'lmasa biz videolarimizni boshlaymiz. Videomizni boshidan akalar yaxshilab joylashib olinglar. Xudo xolasa sizlar uchun nima edi, chiroyli, sifatli, eng muhimi foydali bo'lgan video, manzaraga ham chiroyli qilamiz. Xudo xolasa nima zerikmaydigan video qilamiz. Xudo xolasa akalar, bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on Arzon-Cho'ptim chiqishlog'i bizimizning xonadonimizda akalar videolarimizni olib boryapmiz. Xudo xolasa o'zimizning qo'ylarimda akalar qanday boqyapman, qanchadan olindi, qanchadan bir boqilyapti, nima maqsadda go'shtlanishlarimiz o'tganmi, nimaga olindi, qanaqa qo'ydan qanaqa tarzda nima edi boqiladi degan savollarga javob beramiz. Xudo xolasa shu manfaatli bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Xo'p akalar, xudo xolasa dastavval qo'ylarimizni bir ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa mana ko'ryapsizlar, bir tomonda afg'on, bir tomonda arashan qo'ylarimiz. Xudo xolasa birin-ketin ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Xo'p akalar, qo'ylarimizni dastavval qoralarini razmerlariga bir hisobga olib, bir razmerlarni bir ko'rsatib o'tsak akalar, men nega metrdan topa olmadim akalar. Mana shu metr bor ekan, shu metrda endi qo'ldan kelgancha o'lchashga harakat qilaman. Xudo xolasa. Xo'p akalar, birinchi navbatda qoramizni ichki qismini razmerlarini aytib o'taman. Endi buni metrda o'lchab bo'lmaydi akalar, 0.0 qilib. Akalar qaranglar. Bunaqasi akalar 2 metr. 2 ga ozgina yetmaydi, 2 metr qilsalar bo'laveradi. 2 metr. Bunaqasiga akalar 3,5 metr oshiqroq, 4 metrga yaqin. 2 ga 4 qilsalar ham bo'laveradi akalar. Xudo xolasa 10 ta qo'y xotirjam sig'adigan, 10 ta qo'y xotirjam nima deydi? O'rnashadigan qora asosiy akalar aytib o'tamiz, har doim videomizda aytib o'tamiz, qishda endi qo'ylar sayga qilib ketmaslik uchun 8 tadan jo'lasangiz ham bo'laveradi. Xo'p akalar, qo'yilgan ustuvlarimizda akalar balandligi bu metr, 1 metrlik metr. Sheydan o'lchsak, mana 1 metrga ya'ni shu taxtani o'rni qo'yapmiz. Endi bitta o'zim bo'lganim uchun 10. 1.10 ga akalar, mana shu bo'yi 1.10. Qo'ylar xotirjam nima turadi, o'tib ketmaydi, baqir sahraga o'tib ketmaydi. Mana ichki kengligi ham akalar tabiga ko'ra 20 ekan. Kemasi 20 qilaverar ekansizlar. Qo'ydi kallasi tiqilib qolmaslik uchun 20-18 atrofida qo'rasi tekis bo'lish shart emas. 20 ga 0.0 bo'lish shart emas, endi 1 sm qilaveradi. Xo'p. Qoramizni nimasini balandligi. Oxirini balandligi. Tak. Nechik 65 ga kelar o'rnagan ekan. Bu tomoni 65 ekan. Bu temir qo'ra bo'lgani uchun ikkala tomoni ham bir xil ekan, 65. Hop. Nafasiga yechamiz. 35 dan oshiqroq 38 ekan. Akalar, buni buyurtmaqchilarning o'zi nima deydi? Nima bo'ladi o'zi? Zavodskiy bo'ladi bu. Buni bunaqasini joy o'lchash shart emas, chunki bu zavodskiy bo'ladi. Hop. 30 cm ekan, 30 cm ekan. Mana qo'ydi. Xotirjam mana kellasini solib yeb. Mana shu 30 cm ekan, teradan bitta qaqib qo'ysalaring, 1 metrga qaqiladi akalar, mana 1 metrga qaqib qo'yiladi. Hop, ichki qismlarini aytib o'tdik. Hop, yo'lagimiz akalar 1.20 bo'lsa kerak. Mana bir o'lchaymiz pastdan. Xuddi shunaqa 1 metrga ozgina 1.15 1.20 chiqadi akalar yo'lagimiz. Kirib chiqish uchun odam o'tadigan nimamizni ham o'lchab o'tamiz. Hop. 60 akalar.
ichki mas 60 ekan. 60 xotirjam odam kirib chiqib, keyinroq qislarga bo'laveradi. Biroq aravaga joylar, aravaga bir moslashtirishlar ham bo'laveradi. Lekin o'ziga yem berish uchun qulay tarzda 62 60 ekan. Bunisi bunaqasi 60 ekan. Qoralarimiz razmerini aytib o'tdik. Akalar yana buni chekkasiga qo'ramiz. Chekkasiga bunday to'sib suv qo'yadigan qilsangiz ham bo'laveradi. Hop, qoralarimiz akalar tashqi qismi yo'llar istashga, ichlari istashga emas. Mana ichlari ponni akalar o'zi yer turpag'ida qilingan, turpag'ida qolgan. Sababi endi qishda akalar uni qo'ydi namligini yer tortib oladi. Agar istashga torta olmaydi, oyoq og'riga kelib chiqadi. Shuning uchun istashga yerda ichki qismi istashga emas, tashqi yo'lak istashga akalar. Hop, mana. Buni bitta odam xotirjam aylanib yuriladigan, xotirjam yem beradigan holatda akalar. Hop. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman akalar, biz qilgan xato desa ham bo'laveradi. Eng tagi qismini, eng mashhur tagi qismini akalar iloji boricha istashgan bekitib ketinglar, to'sib ketinglar. Chunki mana ichiga turpa teba ko'tarilganda baqa ketib, yo'llaringizni raso qilib tez ko'p nima edi, har kuni ish qilishga to'g'ri kelib qolyapti. Shuning uchun bu istash qilsalaring ishlaring ancha yengillaydi, osonlashadi. Xudo xolasa, mana shu to'sib ketishni unutmanglar. Akalar, yo'llar nimalarimizni istashga ishlarga bo'lak to'silgan o'rtadan xuddi 120 mana shu bunday deyarli bir xil 120 da 1 3 4 5 6 qavat urilgan ekan. Hop akalar, 6 qavat urilgan ekan. Afg'on qo'ylarimiz akalar, xudo xolasa afg'on qo'ylarimizni menimcha 4 tasi sotilgan akalar. Bu yerda hozir 7 ta qo'yimiz bor. Bitta qo'chqor, 6 ta urg'ochi, bularni 4 tasini adashmasam sotib yubordi, 2 tasi hozircha turibdi. Mana. Bu yoqda endi arashan qo'ylarimiz o'zimizga endi bular narxini aytolmayman, chunki bular sotilgan narsa. Hop, akalar, bu yoqda endi arashan qo'ylarimiz, sololar bilan 5 ta urg'ochi bor ekan, bitta qo'chqor mana. Qo'chqorni qulog'iga bir ahamiyat berolmadik. Qulog'i 24,5-25 sm qo'chqor. Kallagari bunisi ham o'ta kelgan, tikka arqa dumbalari ham kelganligi uchun qo'chqorimizni qo'shdik. Xudo xolasa birinchi yil seleksiyamizning birinchi yili inshaalloh qo'ylarimiz o'sha qo'chqorimizdan qochgan. Qochgan bunisi 1 2 eng chekkada 3 tasi qochib bo'ldi, ikkitasi endi noma'lum. Endi ko'rganimiz 3 tasi qochib bo'lgan. Ikkitasi ham balki qochgandir endi. Xudo biladi. Xudo xolasa qo'ylarni ashinga qo'ydik, o'sha qo'chqordan inshaalloh qochdi. Bir nima dedi, seksiyasini, bolalarning chiqadigan bolalarni ko'ramiz. Agar yaxshi, chiroyli, o'ziga o'xshagan shalpan quloq, garibonisi chiroyli, sapsari, onasiga ko'radigan qo'ylardan bersa, qo'chqorimiz qoladi, xudo xolasa. Agar endi nima dedi, qanaqa bir nasl berishiga bog'liq akalar. Endi biz ham qiziqib shu narsaga biz boshladik. To'g'ri, narxi qimmatroqlarga akalar, arashalarcha qimmatroq bo'lar. Bular ham yana ham birinchi sort emas, ikkinchi sort akalar. O'zicha qimmatroq bo'lar, lekin xudo xolasa kutib qolamiz. Yaxshi bir nima edi, kelajagi bor qo'ylarni, qo'zlarni kutib qolamiz xudo xolasa. Yoshlari 2 yoshdan, 4 yoshdan, 6 yoshdan atrofda akalar mana. Xo'p, ular kelgan akalar 1 oy, yo 1 oy emas, 3 oy bo'ldi ekaniga. O'sha mayda olingan. 10-maydan boshlab terilgan qo'ylar akalar. Shu maydan boshlab terilgan qo'ylar. Xudo xolasa turibdi akalar. Bularni olishdan maqsad shu, ko'paytirib seleksiya qilish, ko'paytirish, naslni ko'paytirish, O'zbekistonga yaxshi qo'ylarni ko'paytirish xudo xolasa. Afg'onlar ham xuddi shunaqa, bular narxi qimmatroq bo'lar ekan, lekin niyatimiz bor, yana afg'on olib, 10 chavan qilib, bundan ham bir nasl olib kirish, xudo xolasa yaxshi qo'ylarni shu qoralarimizga akalar to'ldirish xudo xolasa. Qoralarimiz akalar 7 ta qo'ra, punni 7 ta qo'ra, mana shunday tushgan oralarida hech qancha nima yo'q. Har ikkitasining yo'lagi bor xolos. Har ikkita qo'ranchi bittadan yo'lagi bor. Bu yoqda endi qo'ylarimiz yo'q, bu yoqda olishni kerak yo'q menimcha. Mana xudo xolasa yidaga yemlarga aytadigan bo'lsak, yidaga yemlari paxtani atqodi. Ardamga demani paxtani atqodi. Mana kepakda aralashtirib, ustiga quruq makka beryapmiz. Oldin pishgan makka berib, hozir quruq makka. Bitta paqirda mana shu paqirda yarimdan ko'proq qilib beriladi kirash qo'ylarga. Xudo xolasa har kuni 2 mahal ertalab 7:30 larda, kechki taraf 6:30 dagi berishalaring xudo xolasa bo'laveradi. Mana rejimimiz birinchi yemni yeydi, hammasi yemni yeb oladi. Chunki da birinchi hashar bersalar akalar, kimdir aytadi, oshqozonni qizdirib oladi, hashar yesa deydi, lekin bir narsa borki, hashar akalar chanqatadi, ikkinchi yemni yeyolmaydi.
Bu narsaga suv qo'shilgani sababiga bu narsa chanqatmaydi. Buni maza qilib yeb olgandan keyin, hashar solgandan keyin, bir chanqagandan keyin qo'ylar suvni sirasi beraverasizlar. O'shasi bor. Endi oshqozoni qiziydi, qizimaydi bilmayman. Bu ham endi jonivor, hayvon, ya'ni xuddi biz ham endi oshqozonni qizdirib olamiz deb yengillasamiz boshida. Borni ko'taramiz, xuddi shunaqa. Xo'p, nima deydi? Inshaalloh akalar qo'ylarimiz shu narsalarni yeydi. Birinchi kelganda akalar qo'ydi, birinchi olganingizdan keyin Alben degan doridan 10 grammi, 5 gram qo'ydi, yevdasiga qarab kattaroq bo'lsa 10 gram, kichikroq bo'lsa 5 gram bersalaring ichini tozalab, o'sha oshqozonlarni ishlarini tozalab, xudo xolasa yaxshilab qo'yadi. Undan keyin gastrit degan dori bor, undan ham 5 gramdan berib qo'ysalaring ishtahasini yaxshilaydi. Xudo xolasa endi nima edi? Alben akalar qurtni ham to'kadi. Aptekalarda, vet aptekalarda bo'ladi gastrit ham. Alben ham qimmat dori emas, arzon dori akalar. Endi bitkanasiga akalar, endi veterinarda o'zi ko'r dorisini qilib beradi. Qilib qo'ysalaring yaxshi, qilmasalaring ziyoni yo'q. Vitaliga endi bitiga kanasiga ko'r qilib beradi, foydasi bor. Vitamin qilib qo'yadi, foydali, lekin ziyoni yo'q. Qilib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Birinchi olganda akalar 15 ta, 10 ta olib ko'ringlar. Qo'ydi qanaqasini farqi yo'q, qo'chqarimi, sog'lig'imi, nima edi? Birinchi bir olib ko'ringlar, xudo xolasa, o'sha 10 tadan 15 tadan, chunki 50 ta, 60 ta, 100 ta olsalarincha qiynalib qolishlari mumkin. Agar bir kattaroq fermer bo'lsa, qarigan odamingiz bo'lsa, u boshqa narsalarga o'zingiz uy sharoitida xuddi menga o'xshab boqib turgan bo'lsangiz, akalar, biz ham birinchi hech qanchadan boshlamaganmiz. Keyin tajriba akalar, mana birinchi 15 ta 10 ta tajriba qiladi, ya'ni ko'rib, qancha bir yaxshilab o'rganib olasiz. Keyin 30 ta 40 ta qilsalaring ham xotirjam qaraydigan bo'lasiz. Endi yangi boshlaganlar uchun nima edi? Yangi boshlaganlar uchun akalar 50 ta 60 ta ko'proq qilishi mumkin. Endi o'zim o'rganayman, o'zim yaxshi qaraveraman desangiz, marhamat oling, chunki ko'p qo'ydan ko'p foyda qoladi, xohlasa. Iloji boricha akalar arzonroq usulda berishga harakat qilinglar. Xuddi menga o'sha agar topasalaring paxtani atqodini, topolmasalaring silos bersalaring ham bo'laveradi. Xuddi shu. Hech qanchalar yemaydi akalar. Ikkita tag'arada paxtani atqodini suvga namlantirib, kepaga aralashtirib beramiz. Mana hech narsa bir faqat kepak bilan atqod xolos. Pishgan makka boshqa qo'yilmagan. Makkani ko'rasiz, quruvishi beryapmiz. Lekin yeyishi zo'r ekan. Har bittasi xudo xolos o'shandan bir tag'irdan yeb tursa, qorinni yaxshi tutaveradi, qorinni ichiga kirib ketmaydi. Xudo xolos. Endi makkani akalar, makkani o'sib bo'lgan, semirib o'sib bo'lgan, katta bo'lgan qo'ylarga berishlarni tavsiya qilaman. Kamroq nima edi, kichkina qo'ylar bo'lsa kamroqdan, kattaroq bo'lsa ko'proqdan. Chunki kattaroq qo'ylar tez semiradi, makka tez semirtiradi. Shuning uchun bug'doyni pishirib bersalaring ham bo'laveradi. Bug'doy unaqa semirtirmaydi, o'sishiga ham ta'sir qilmaydi. Qotirib qo'ymaydi akalar. Xudo xolasa akalar, buni yeb olgandan keyin hashar beramiz dedim. Har bitta qo'raga bir tag'iradan biz beda beryapmiz. Agar beda bo'lmasa, mosh ham bo'laveradi. Yerga qatirsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Oldi nima edi? Ko'chadan o'rikkan o'tni quritib turib, qirqib bersangiz ham bo'laveradi. Hashak, chunki oshqozonga desertdek gap, o'sha qornini to'ygandek qilib turadi. Hashakni o'zi bilan boqsam bo'laveradimi? Kepakni o'zi bilan boqsam bo'laveradimi deganlarga yo'q akalar. Nima edi? Boshqalarga bo'lmaydi emas, bo'laveradi, lekin o'zgarish bo'lmaydi, o'zgarish sekin bo'ladi. Chunki bularda haqiqiy semirtiradigan, o'stiradigan, rivojlantiradigan narsa bu makka, bug'doy, arpa kabi mahsulotlar. Endi hashak yoki kepakni o'zi u shunchaki qorin to'ydirgan akalar. Xuddi dalaga olib chiqqandek gap. Qorin to'ydirib turadi, lekin o'zgarmaydi, semirtirmaydi. Sizga endi ozgina nima edi, ko'proq boqishni to'lib qolish mumkin yoki nima edi? Siz kutgan foydani bermasligi mumkin. Yaxshi yem bersalaring, yaxshi qarasalaring, yaxshi mehr bersalaring, xudo xolasa siz aytgandan ham a'lo qilib nima beradi. Xudo xolasa yaxshi foydasini beradi inshaalloh. Chunki shuncha yildan beri qo'y boqib, biror marta ziyon qilmadi. Chunki qo'y baraka narsa, Alloh yashirgan hayvonlardan biri. Xudo xolasa jannatdan chiqqan narsa bo'lgandan keyin inshaalloh barakani unga oldirishgan. Xudo xolasa qo'ydan ziyon qilmaysiz. Faqat shu mehr akalar, baribir nima dedi? Har narsaga mehr bersalaring yaxshi foyda qilaverasiz. Molga ham, qo'yga ham, echkiga ham, hayvon zotiga, o'zingiz ishingizga ham mehr bilan qarasangiz, xudo xolasa har qanday ishda ham bilasizlar, yaxshi bir
qiziqish bilan qarash. Buni masalan yaxshi ko'rgan odam, qo'yga qiziqqan odam mana shunda o'tiradi, yarim soat, 1 soat mashg'ulotlarga tomosha qilib, ishlarni ko'rib o'tiradi. Xuddi meni dadamga o'xshab. Men nima deydi? Qiziq odam, yaxshi ko'rgan odam xudo xolasa. Mana barcha ma'lumotlarda akalar xudo xolasa aytib o'tdik. Qo'llarimizni razmerini qo'ldan kelgancha o'lchab, mana shu metrimizda, nagi metrimiz ham bor, topilmay qoldi. Akalar, buni o'xirimizni tagida ham xuddi shunday qilib mana tashkil qo'yinglar. Buni go'ngida chikitib qolmaydi. Bunga bunda chikitib qo'yadi, bunda chikitmaydi. Xudo xolasa akalar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlar aytdim. Endi bilimim yetguncha bilasiz akalar, bitta ma'lumotlarda masalan qo'yga bag'ishlangan ma'lumotlarda qo'y boqishdagi sir-sinoatlarda akalar bilasizlar, bitta videoga sig'dirib bo'lmaydi. Chunki ko'payib ketadi, 1 soat gapirishga to'g'ri keladi. 1 soat videoni hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun kommentariya qismimiz bekorga aytmayman. Kommentariyaga biz savollaringizni yozib qoldiring. Xudo xolasa men masalan bu yosh bola nimani ham bilar deyishlari mumkin akalar. Men xudo xolasa shuning ichida dadamlar, dadalari menga xuddi bobo kasb. Biz 3-avlod bo'lib ketyapmiz. Hozir yetarlicha bilimga egaman deb o'ylayman. Agar savollaringizni javob bilmasam, dadamdan so'rayman. Dada shunaqa savol kelyapti, nima qilsa bo'ladi? Masalan. Xuddi shunaqa akalar, xudo xolasa. Endi yo'taliga qo'yimizni yo'taliga qanaqa davolash kerak, bikinasiga qanaqa dori qilish kerak, ularni akalar keyingi videomizda xudo xolasa aytib o'tamiz. Xudo xolasa akalar kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Shuning uchun akalar, endi kimga qiziq bo'lsa kommentariy yozib ketinglar, qiziq ikkinchi qismini ham chiqaring deb. Xudo xolasa akalar, biz qo'ldan kelgancha chiqaramiz. Sizlardan foydalashga shu like va kommentariya va bizga obuna. Agar kanalimiz qiziq bo'lsa obuna, chunki kanalimizda faqat foydali videolar, bozorlarda avzorlari, shunaqa qo'y boqish sirlari yoki-da sotuvdagi qo'ylar, shunaqa noyob qo'ylar chiqaramiz, arashan, afg'onlar, qo'zolardan, go'zallardan chiqaramiz. Obuna qo'yinglar. Bundan oldingi, keyingi videolarda ham bir qiziq ko'ringlar akalar. Xudo xolasa faqat manfaatli, foydali video. Kommentariyaga yaxshi fikr yozganlarni, otasiga rahmat deb qo'yganlarni Alloh o'zi rozi bo'lsin. Chorvasiga Alloh o'zi baraka bersin. Xudo xolasa akalar, sog' va salomat bo'linglar. Bo'lmasa biz videolarimizni shu yerda nihoyasiga yetkazamiz. Shu aytgandek, qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar.